Assalomu alaykum bolalar. Hozir biz bir karton ko'rib boqaylik. Bolalar qisqarliqmiki? Men bugun sizlarga mush kartonni qanday yasig'inimni o'rgatib qo'yayman. Biz bundaq kartonlarni, har xil o'yinlarni ham shu Scratch degan quroldan foydalanib yasab chiqa olamiz. Bu Scratchni qanday ishlatamiz? Oldi bilan tor ko'rgichni ochsizlar. Tor ko'rgichga SCRATCH bu harfni yozgandan keyin izlasanglar birinchisi ham shu Scratchning tor bekiti. Bu Scratchning tor bekitini bosgandan keyin shu bet ochiladi. Bu betning ustida Scratch degan xatning yanida create degan qurib chiqish, explore bu ko'rish, tips degan har xil yordam, about degan haqqimizda degandek tizimliklar bor. Biz yangi bir tur boshlamoqchi bo'lsak, shu create deganni bosamiz. Create deganni bossak, bundaq bir bet ochiladi. Bu betning sol tarafida bir qo'nchoq bor. Bir mushuk bor. O'tirdi. Har xil biz qo'rashtirib, resim qo'rashtirganda ishlatadigan narsaga o'xshaydigan bir talay bir narsalar bor. O'ng tarafda bo'lsa, kulrang bir bo'shliq bor. Biz o'tirdiki qo'rashtiradigan ovqatlarni o'ng tarafga bunda surib ola olamiz. Bu surib olgan narsani bunda qilib joyiga ekilib yutalaymiz. Biz yasaydigan shu jarayonning hammasi shu o'tirdan o'zimizga kerakli narsalarni shu o'ng tarafga elish orqali bir-birlab qo'rashtirib chiqish bilan bo'ladi. Hamda yoqqa qarasanglar, motion, looks, sound degandek har xil narsalar bor bu yerda. Buningda bugun biz bir nechasini o'rganamiz. Buning ichida motion degan harakat, masalan, move 10 steps, 10 qadam yo'tkilish degan gap. Biz boqaylik. Yo'tkilyapti. Hamda mananga elish belgisi qo'yib boqsak, bu mushuk keyinga yo'tkiladi. Agar bu sonni cho'ngaytsak, ko'proq yo'tkiladi. Demak, bu yo'tkaydigan harakat. Ikkinchisi burilish harakati. Turn degan burilish degan gap. Buni bossanglar, bunda buriladi. Mana bossanglar keyin buriladi. Bu harakatning ichidagi boshqa iqtidorlarni o'zingiz sinab boqsanglar bilib olasizlar. Endi ikkinchisi ko'rinish. Buningda masalan bu 2 sekund hello deyishgan. Bosdik. Mushuk hello dedi. İkincisi hello deyishgan. Buni bossanglar hello dedi. Bu 2 sekunddan keyin yo'qolib ketmadi. Birinchisida 2 sekunddan keyin yo'qolib ketdi. Endi mavzu o'ylanish 2 sekund deb o'ylandi. Ana keyin ustidagi xat yo'qolib ketdi. Mana bossanglar u xat turaverdi. Shunday ikkinchisi looksning ichida har xil ko'rinishlar bor. Bu ko'rinishlardan bugun bizning ishlatadiganimiz bu keyingi kiyim yoki keyingi harakat degan
next costume deganni ishlatamiz bugun. Bu kostyum degan nima desanglar, ba'zida ba'zi qo'nchoqlarningki bir qancha xil kiyimi bo'lsa, mana birinchi kiyimi, mana ikkinchi kiyimi deb kiyim almashtiradigan narsa yoki kartonning har ikkisini almashtiradigan bir iqtidor. Masalan, mana kartonning ikki xil rasmini chizib berganki bizga. Buning birisi mundaq turgan, yana birisi mundaq turgan. Endi bu ikkisi orqadan olmasa, xuddi mangandek tuyg'u beralaydi bizga. Shunga mana bu kostyumimiz degan xatni tanib olsanglar, kostyumimiz degan harakatni almashtirdik deb bilib olsanglar, bu mushukning ikki xil harakati bor bu yerda. Maning ichidagi next costume degan keyingi harakat deb bilib olsak bo'ldi. Buni bossak, bir harakatdan yana bir harakatga almashadi. Bir harakatdan yana bir harakatga almish orqali biz mangdigan harakatni chiqara olamiz. Endi yana ishlatadigan narsa bugun ovoz ishlatamiz. Ovoz masalan, mana play sound meow. Bu meow degan ovozni chiqaradi, mana bassanglar. Buningda o'zimiz boshqa ovozlarni yuklab ishlata olamiz. Masalan, mana ovoz degan ichida 3-tabkida ovozlarni o'zinglar qo'shib, o'chirib deganda qila olasizlar. Buningda hozir meow degan harakat ovoz borki, buningga boshqa ovozdan birini ishlatmoqchi bo'lsam men, masalan, bugun men maktabga boraychi degan naqshni ishlataman. Bu mening kompyuterimda bor. Shunga men kompyuterimning ichidan bu ovozni tanladim, ochdim. Bu hozir mana bu Scratch'ning tor bekatiga yo'llanyapti. Bu yo'llangach tursa, biz boshqa narsalarni ko'rishtiraylik bu yerda. Demak, mana bu harakat bo'ldi, ikkinchisi ko'rinish bo'ldi, uchinchisi ovoz bo'ldi. Bundan boshqa bugun ishlatadigan narsamizdan yana birisi mana bu events degan hodisa. Bu hodisa degan nima desanglar? Masalan, bayroq besilganda deydi. Mana bo'shliq ko'nikisi besilganda deydi. Bu bayroq besilgan chaqda falon ishni qil, bo'shliq ko'nikisi besilgan chaqda falon ishni qil degandek. Yoki mush qo'nchoqning o'zi chekilgan vaqtda mundaq qil deb biz buyruq bera olamiz. Ma'lum bir hodisa yuz bergan vaqtda qanday qilish kerakligini deb bera olamiz. Bu events degan ichida bu hodisa bor. Qolganini ila biz ishlatgan vaqtda bilib olasizlar. Endi mana bu control degan uyg'urcha kontrol. Kontrolning ichida bir sekund saqlash, uni qatim takrorlash, mangu takrorlash degandek shunday har xil harakat hodisalarni kontrol qiladigan narsalar bor buning ichida. Bugun biz shu harakat, ko'rinish, ovoz, hodisa, kontrol deganlarni birlashtirish orqali shu mushukni harakatlantiramiz. Andan keyin oxir ko'rinishda naqsha beramiz degandek shu ishni qilamiz. Endi biz mushukni harakatlantirgan ishimizni boshlab ketaylik. Bu harakat deganning ichidan 10 qadam yo'tkilish deganni ekeldim. Mushukni bunga qo'yib turayman. Buni bossam 10 qadam mangdi. 10 qadam yo'tkaldi. Fotometrmidi. Fotometrlatish uchun Lux'ning ichidan next costume'ni tanlasam fotometr aytdi. Buni tanlab bo'ldim. Endi biz boqay. Fotometr mangdigan bo'ldi hozir. Lekin har qatim mang'izish uchun men buni bir chekishim to'g'ri keldi. Shuni takror mangdirish uchun qanday qilaman desanglar, kontrol degan ichidan takrorlash deganni ekilima.
Bu yerda masalan mavz bakay. Bu 10 qitim tekrarlandı. 10 qitim, 10 qitim. Demek 10 qitimdan 3'çi kesime yak keldi bu. Şoň aýagy bewaslam apamakçy bolsam men 30 qitim tekrarlasam şereketni bu ýakdan bu ýaqa bardy bu. Bu gep boldy. Endi bu ýerge kelgendiň keyin bu burilup keýnigi manguzmakçymyn. Keýnigi ýandyrýaş üçin ýene şu motion diýenden içinde point in direction dep men ýönüş özgertdiren näse bar. Bunu -90 diýen tanlasak sol tarapga ýönüşi özgerdi. Ýönüş özgergendiň keyin ýene biz şu 10 qadam meňep hareketini özgertip bunu 30 qitim tekrarlasak jaýyg bardygan boldy. Bolgan eken goşap goýdum. Endi görüp bakaýly. Hazır ma bu öýrilgen wagtda tutasman golup kaldy. Endi bunu ganda bir tarap kılymyz diýseňler, ma ündeş belgisini basgandan keyin bu ýerde öýriliş alty dep bar. Bunu şu oňsal öýrilganga taňşap goýsak, bu meseleli boldy. Hem de bu en sol tarafı berip bolgandan keyin aldyny ýene oňa gylyş gerek. Bunda gylyş üçin ýene men şu motion diýen näşeden ýönelişini oňa togurlap goýma. Oňa togurlap goýgandan keyin endi başlap bakaýly. Demek bu hareket tamamlangandan keyin aldyna ýakyp turdygan boldy. Demek bu togry boldy. Hazır dikkat kılsaňlar, bu arlyk toktap kalgan bolsa, gaýty başlatgandan keyin bu ekranyň sırtyga çykdygan bir bol mevcut. Şoň endi bunyň başlangandaki ornuny biz bekitip goýsak, muşndak bolanyň aldyna boldy. O başlanış ornuny kanda bekiteleýimiz diýseňler, meýe garasaňlar, ma x, y-nin kımmeti var. X, y-nin kımmeti garaňlar. X 192, y 180 dep duramda. Ma müşkni mağuz bakaýym, yani x minus 150 y 47 diýdi mesela. Biz x'ni minus 150, y'ni 45 dep özgertip bakaýly. Bunu kanda kılma en deslepki yap koyma. Oldu ama 145 getiriyorsun. 150. Endi orun muqim boldy. Ötürüp ketmedi. Endi bu hareketine davamlılık kılayveriş üçin ganda kılma diýseňler, yani şu kontrolnyň içinde mengülik tekrarlyk bir näse bar. Mengü tekrarlanýan. Bunu tanlap koydum. Endi hareketlendirip bakaýly. Bu toktamay hareketlendi. O şu kızılny besip toktup etmeseňler, bu toktamay hareketleneýärdi. Hem de bu müşk hazır ak ekranda hareketlenip oturdu. Biz bunun ak görünüş kılıp koýaýly. Ak görünüş bu bizden müşkimiz. Ben mektepke bara içirdiğim müşk bolgan eken, bir mektepniň sötüni tanlap koysak, ýaxşy ak görünüş. Hazır ma müşküň tuğa orny mesela x bolup gapdy. Şoňa uçup atkandek görünüp kaldy.
mengayotgandek bo'lish uchun sal tövanga tushirishim to'g'ri keldi ekan. Tövanga tushirsam, qarasanglar mana bu oyning qimmati -30 atrofida bo'lsa yaxshi bo'ldi ekan. Shunga miyada 45 deganni -45 deb qo'yay. Nima qilib boqayli. Demak, maktabning oldida bu yoqdan bu yoqqa boradigan mushuk tutdi. Endi sizlarga bu event degan hodisa ma'lum bir bayroq besilgan chog'da yoki qo'nchoq besilgan chog'da bir ishni qildib qildira olamiz degandim. Shuni biz shu kartonni boshlash uchun shu bayroqni bossa, boshlaydigan qilmoqchi bo'lsak, shu bayroq besilgan vaqtda deganni tanlab qo'ysak, boshlatmoqchi bo'lsak, mana bossaqlar boshlaydigan bo'ldi. To'xtatdim, boshladim. Agar kartonning o'zini besib boshlaydigan qilmoqchi bo'lsam, mana pastga surib turma, mana tashlab etdim. Qo'nchoq besilganda deganni tanlab qo'yayman. Mana chetib etdik. Chetib etgandan keyin hozir bayroqni bossam jim, qo'nchoqning o'zini bossam yaxshi boshlaydi. Shuni uni o'zinglar qaysini yaxshi ko'rsanglar shu bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Yoki mana ko'nikkalar, quruq tashlash ko'nikkasi va yoki enter ko'nikkasi bosgan chog'da mangadigan qilib o'zinglar uni tanlay olasizlar. Ovoz deganni besib, buning ichida mana bu ovozni qo'yish deganni keldim. Mana miyovni tanlasanglar miyov deb turdi. Mana birini tanlasak, hemen bu yerdan yo'llagan naqshni qo'ydi. Hem sinab boqayli. Hozir diqqat qilsanglar, mana mushukning harakati, mana naqshning ritmiga qaragan chog'da sal tez. Shunga bu harakatni sal ostiltish uchun qanday qilamiz? Kontrol degan narsada saqlash degan narsa bor. 1 sekund saqlash degan narsa. Buni harakat qilgandan keyin 1 sekund saqlaydigan qilib, ishga o'ringa qistirib yetib boqay. Bu bek oz bo'lib qoldi. Buni 0 deb 3 qilsak, mana muzikaning ritmiga moslashadi. Bolalar shuna qilib, birinchi darsimizda maktabga boray shu deydigan aslanchoqning kartonni yasaydigan bu vazifani biz o'ngishli tugatib bo'ldik. Darsdan tushunmagan narsalar bo'lsa, menga so'z qoldirsanglar bo'ldi. Shu YouTube sahifamda so'z qoldirsanglar, fikr takliflaringlar bo'lsa, o'shaga bersanglar bo'ldi. Sizlarning bundan qiziqarli narsalarni yasab chiqishingizni umid qilaman. Keyingi darsimiz texnik qiziqarli mazmunlar bilan siz bilan yuz ko'rishadi inshaalloh. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar.